Akalar, ehtiyot bo'lasizlar. Shogird ozgina foydaga qiziqib, paddelka dollar olib qo'yibdi. Mana ko'rishinglar mumkin, qanaqa bo'ladi paddelka dollar. Originali qanaqa bo'ladi? Mana liniyasi ko'rinadi o'rtasida. Bunda ko'rinmaydi. Juda ham ehtiyot bo'linglar. Bugungi obzorimizda Number 1 brendiga tegishli bo'lgan 16 voltli 500 shurpayor. Bu shurpayor juda ham kompaktni, men o'zimga yoqqan tarafi. Ko'rishinglar mumkin, 500 bo'lgan shurpayorimiz 10 volt brendiga tegishli. Batareykasi 16 voltli, juda ham kompakt ishlangan. Ishlashlari ikkinchi skorost. Mana bunisi birinchi skorost rejimi. Trishotkasi 21 talik, orqasini malaka o'qib ishlatsanglar ham bo'ladi. Batareykasi e'tibor berishingiz mumkin, 4 ta palchkali, sifati juda ham yaxshi bo'lgan shurpayor. O'zining ichidan yana kamga zaryadnik ham chiqadi. O'ziniki 16 voltga mo'ljallangan. Bu zaryadnik zaryad to'lgandan keyin avtomatik o'chiradi, batareyka ishib ketmaydi. Shu tomoniga ham ahamiyat bersanglar bo'ladi. Qolib ketsa mabodo esinglardan chiqib. Yana bitta qo'shimcha batareyka, xuddi shunday 16 voltli, 4 ta palchkali. Tashqari yana o'zining ichidan qo'shimcha nasatkalar chiqadi. Mana shunaqa burchaklarga kirgazishga hamda galovka nasatkalar, svirlo, temirga, yog'ochga svirlolari chiqadi. Hamda mana shunaqa kichkina nasatkalar, buni ko'pchilik ustakalarimiz yaxshi ko'rishadi. Juda ham qulay ishlatishga, sifati juda ham zo'r narsalar. Endi sizlar bilan buni ishlashni bir ko'rib chiqamiz. Вообще ikkilanmasdan oqib ketyapti samarangiz. Endi kattarog'ini sinab ko'ramiz. Bilmayman, 7 taligimi yo 8 taligimi bu samarangizimiz. Tekshirib ko'ramiz. Ko'rishinglar mumkin, вообще umuman o'ylanmayapti. Adashmasam bu 3 ga 4 reyka. Menimcha undan kattarog'ini ham bemalol qilib beradi. Agarda sizga narxi qiziq bo'lsa, kommentariyada narx so'zini yozib qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqamiz. Bizning manzil Sirdaryo viloyati, Guliston shahar, Baraka bozor. Hamda Polvon Gulistonga a'zo bo'lib qo'yishdi, esinglardan chiqarmanglar.